Rahimqulova Nodira, O'zbekistonlikman. Men O'zbekistondan 2019 dan beri davolanaman. 2019 da jigar kasalligi bilan kasallanganimda aniqlandi. Hepat B, D va jigarimda muammo borligini. Shundan beri davolanardim, tushkunlikka tushardim, nima bo'ladi deb. Shundan beri tekshirtirganimda jigar siroz deb tashxis qo'ygandi. Davolanardim. Keyinchalik vaziyat og'irlashib boraverdi. Yechimini topolmay, oxiri mana 2024-yil oxirida mana shu klinikani biz O'zbekistonda filiali borligini bildik va Hindistondagi Apollo, Chinaydagi Apollo klinikasini bildik. Apollo klinikasiga keldik. 2024-yil dekabr oyida keldik mana. Dekabr oyida kelib tekshirdi. Mana shunday jigar almashtirmasang bo'lmaydi deb tashxis qo'ygani uchun so'rab surishtirib shu yerga keldik. Ismim Jahongir, opacham bo'lmish Nodiraga jigar sirozi tashxisi qo'yilgandan keyin men hech ikkilanmasdan jigarimni ma'lum bir qismini berishga qaror qabul qildim va biz Hindistonda Chennay shahrida Apollo klinikasini tanlab shu yerga keldik. Aeroportdan tushganimizdan bizni iliq kutib olib, mehmonxonagacha va operatsiya jarayonigacha juda ham yaxshi xushmuomalalik bilan qarashdi, dakmit ishlarimizga yordam berishdi va operatsiya muvaffaqiyatli o'tdi. Bu operatsiyadan doktor Elan Kumar va uning jamoasiga juda ham minnatdorchilik bildiramiz. Mana opam juda ham yaxshi holati, meni o'zimni ham sog'ligim juda yaxshi, o'zimizni juda yaxshi his qilyapmiz va O'zbekistonga qaytishga harakat qilyapmiz. Mana qaytyapmiz. Mana shu Apollo klinikasida barcha hamshira doktorlarga minnatdorchilik bildiraman. Mana shu Apollo klinikasiga kelib 24-kuni operatsiya bo'ldik. Men shu operatsiyadan juda minnatdorman. Ukam donorlik qildi. Ukamdan juda minnatdorman. Yonimda xo'jayinim bor edi. Xo'jayinimdan ham minnatdorman. Bir umrga oila a'zolarim, uydagilarim hammasidan minnatdorman. Shuningdek Apollo klinikasi va Elan Kumar jamoasidan minnatdorman. Bularning xizmatidan to'la qoniqdim. Chunki juda ham xizmatlari, bularning xushmuomalalari meni juda qoniqtirdi. Xizmatlari ham juda ham yaxshi. Mashina, texnika borasida olib borib mehmonxonaga juda ham minnatdorman bundan. Operatsiya juda yaxshi o'tdi. Operatsiyadan ham ko'nglim to'ldi. Ukam ham, hozir o'zim ham yaxshimiz. Xudo xolasa ketishga yo'l olyapmiz. Shuningdek, rahmat Apollo klinikasiga, Elan Kumar jamoasiga, mana shu yerdagi hammasiga rahmat. O'z minnatdorchiligimni bildiraman. Ukalarimga, oila a'zolarimga, hammasiga minnatdorman. Rahmat hammasi uchun.